Bilaman siz bu videoni uzoq kutdingiz. Shunaqa video bo'lsa-ki, barcha savollarimga bitta obzorda javob topsam degan. Ko'rib turganingizdek, bugun BYD Yuvanap haqida gaplashamiz. Shundoq gaplashmaymiz, zerkarli bo'lib qoladi. Bugun BYD Yuvanap elektromobil va gibrid versiyalarini qonli jangiga guvoh bo'ladi. Siz o'ylagan jang emas, ya'ni texnik va opsiyalar jangi. Bu ikkala mashina bir-biri bilan narx bo'yicha jang qila olmasligini biz allaqachon tushunib yetdik. Ya'ni ikkalasining narxi bir xil, 266 million 700 ming so'm. Endi bu pulga siz elektromobilda va gibridda nimalarga ega bo'lishingizni bitta ko'rib chiqamiz. 2025-yil BYD Yuvanap elektromobil mijozlarni qalbiga va ishonchiga hech qanaqa reklamalarsiz kirib bordiki, men esimda mijozlar bu mashinaga naqd pul to'lov qilib oylab kutishiga to'g'ri keldi. Menimcha BYD ning rahbariyati ham bunaqa effekt kutmagan bo'lsa kerak. Endi bo'lsa BYD bu segmentdagi raqobatchilariga surpriz tayyorlab, yer tishlatish maqsadida Yuvanapni gibrid versiyasini ham taqdim etdi. Ko'pchilikda hozir dilema, ya'ni ikkilanish, agar narxi bir xil bo'lsa, qaysi birini xarid qilgan ma'qul? Agar sizni ham shu savol qiynayotgan bo'lsa, biz bilan birga qoling, bu savolga birga javob topishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Farruh Niyozaliyev va siz bilan Chambarak kanali. Bugun Yuvanap modelini elektro va gibrid versiyalarini farqini o'rganamiz. Kelinglar birinchi tashqi ko'rinishdagi farqlarni, ya'ni elektro va gibrid avtomobillarni ko'chada ko'rganingizda bittada farqlab oladigan belgilarni ko'rib chiqamiz. Sanab o'tishdan oldin o'lchamlarga keladigan bo'lsak, eni 1830 mm, uzunligi 4330 mm, balandligi esa 1675 mm tashkil qiladi. G'ildiraklar bazasi esa 2620 mm. Bu o'lchamlarda deyarli farq yo'q. Qanaqa qilib ajratamiz deysizmi? Qani ketdik. Oldi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, radiator panjarasidan buni hech qanaqa qiynalmasdan ajratib olsanglar bo'ladi. Menga elektromobil versiyasi ko'proq yoqdi. Shatakka olish uchun buksir ichiga qotiriladigan maxsus joy faqat gibrid versiyasida bor. Shunda EV versiyani shatakka olib bo'lmaydimi? Nimaga qo'yishmagan? 360 ko'rinishga javob beradigan old kamera esa gibrid versiyada teparoqga ko'tarilgan. Endi sal teparoqga ko'tariladigan bo'lsak, old lobovoydagi ichki oldi kamera gibrid versiyasida zaglushka bilan yopilgan. Yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, faqatgina disk ko'rinishlarida farq bor. O'lchamlari bo'lsa bir xil, 215 ga 65 R16. Faqat gibrid versiyada haydovchi tarafdagi kuzovning orqa qismida yonilg'i bakini qopqog'ini ko'rishimiz mumkin. Bakning to'liq hajmi bo'lsa 45 litrni tashkil qiladi. Orqa qismiga o'tadigan bo'lsak, hech qanaqa farq sezmaysiz, faqat shu kichkina yozuv belgilarini hisobga olmaganda. EV belgisi to'liq elektromobil, DMI belgisi bo'lsa, bu avtomobilning gibrid versiyaligidan dalolat beradi. Faqat gibrid versiyada orqasidan e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, pastki qismida buksir uchun krepleniya mavjud. EV versiyada bo'lsa, bu narsa yo'q. Shunda EV versiya yordamga muhtoj emas, yordamga ham bormaydi degan mantiq qo'llashganmi muhandislar? Juda qiziq. Ikkala versiyaning tom qismida jazirama quyoshdan saqlovchi parda va lyuksiz katta panorama mavjud. Oxirgi obzor qilayotgan BYD modellarimning hammasida lyuk yo'q. Masalan, Atto 8, C-Line 7, shular qatoriga men hozir Yuvanap ham qo'shildi. Sizlarga lyuk kerakmi, yo'qmi? Nima fikrdasizlar? Izohlarga yozib ketinglar. Masalan, menga lyuk yoqadi, menga kerak. Tashqi ko'rinish qismini tugatishdan oldin eslatib o'taman, gibrid versiya 4 xil rangda, ya'ni oq, qora, kulrang va ko'rib turgan tungi ko'k rangda taqdim etilgan. EV versiya ham 4 xil rangda, ya'ni oq, qora, kulrang va och yashil rangda taqdim etiladi. Agar sanab o'tilgan barcha farqlarni eslab qolgan bo'lsanglar, endi sizlar Yuvanap ko'chada ko'rganda bemalol qiynalmasdan farqiga borishingiz mumkin. Agar nimadir esdan chiqargan bo'lsak, izohlarda yozib keting. Tashqi ko'rinish menga nima qizig'i bor? Men mashinani sotib olmoqchiman. Ichki salonidan gapir deydiganlar uchun salon qismiga sayohatni boshlaymiz. Salon ichki rangi ikkala versiyada 2 xil rangda, oq va qora rangda taqdim etilgan. Tabizga qarab tanlov qilasiz. Salon qismidagi eng katta o'zgarishlardan bittasi uzatmalar selektori rul chambalagining orqa qismiga ko'chirilgan. Bu meni fikrimcha juda ham qulay va to'g'ri yechim deb hisoblayman. Avtomobil bilan haydovchining orasidagi ko'prik vazifasini bajaruvchi asosiy uskunalar paneli 8.8 dyumda va yangilangan interfeysda EV bilan farq ko'rishingiz mumkin. 12.8 dyumli sensorli ekran, ko'rinishi, tezligi, interfeysi
barchasi o'zgargan, sizga aniq yoqadi. EV bilan solishtirganda ancha aqlli. 50 vatli simsiz quvvatlash sloti sovutish tizimi bilan birga. EV versiyada bo'lsa 15 vatli quvvatlash tizimi, lekin sovutish tizimiga ega emas. Gibridda markaziy konsol shu ko'rinishda. EVda bo'lsa xuddi shunaqa ko'rinishda. C-Line 7 da topolmagan narsamni Yuvanap gibridda topdim. Ko'z o'ynaklar uchun maxsus slot bor ekan. EV versiyada bo'lsa bu narsa yo'q. Gibrid versiyada rul chambaragi isitiladi va mexanik 4 ta yo'nalishda sozlanadi. Elektr versiyada rul chambaragi isitilmaydi, lekin mexanik 4 ta yo'nalishda sozlasangiz bo'ladi. Ikkala versiyada tashqi ko'zgular elektron sozlash, bukish va isitish funksiyasiga ega. O'rindiqlarga keladigan bo'lsak, gibrid versiyada haydovchi o'rindig'i 6 ta yo'nalishda elektron sozlanadi. Old yo'lovchi o'rindig'i esa qo'lda mexanik 4 ta yo'nalishda sozlanadi. EV versiyada haydovchi o'rindig'i 6 ta yo'nalishda elektron sozlansa, old yo'lovchi o'rindig'i bo'lsa 4 ta yo'nalishda elektron sozlanadi. Ikkala versiyada faqat old o'rindiqlari isitish funksiyasiga ega. Yukxona hajmi, ko'rinishi hammasi bir xil bo'lgani uchun bittada ko'rsatib boraman. Yukxona hajmi 425 litr. Agar sizga bu kamlik qilsa, men polkani pastga tushirish orqali yana qo'shimcha joy, hajmga ega bo'lasiz. Agar bu hajm ham kamlik qilsa, orqa o'rindiqlarni yotqizgan holatda 1335 litrli hajmga ega bo'lasiz. EV versiyada orqa yo'lovchilar uchun isitish va sovutish deflektori mo'ljallanmagan, ya'ni qo'yilmagan. Gibrid versiyasida esa bu muammoga yechim berilgan, ya'ni orqa yo'lovchilar uchun isitish va sovutish deflektori mavjud. V2L ko'pchilik bu funksiyani bilmas ekan yoki bilishsa ham noto'g'ri foydalanishar ekan. Men yaqinda bazasini bilib qoldim-ku. Hozir bilmaganlar uchun tushuntirib beraman, bilganlar uchun eslatma bo'ladi. Bu funksiya avtomobilning elektr quvvatini avtomobil ichkarisida emas, tashqarisida ham foydalanish imkoniyatini beradi. Ya'ni siz avtomobilda sayohatga oilangiz bilan, yaqinlar bilan piknikka chiqqan bo'lsangiz, avtomobilingiz generator vazifasini bajaradi. Siz bunga muzlatgich, televizor, hamma elektron qurilmalarni ulasangiz bo'ladi. Men buni mazasini bilib qoldim dedim-ku. Aytaymi nima bo'ldi? Yangi yildan oldin uyimizda svet o'chib qoldi va nima qilishni bilmadim. Generator yo'q. O'sha paytda avtomobilimni virtual funksiyasiga ulaganimdan keyin deyarli 9 soat uydagi barcha jihozlarni ishlatishga yordam berdi. Bitta batareyasi bilan. Mazami? Endi bu gibrid versiya virtual funksiyasi 606 kilovattgacha elektr quvvatni berar ekan. Menda Champion gibridni 24-yilgisi unda 4 kilovattgina berardi. Bunda bo'lsa u 606 gacha ko'tarilibdi. Demak, siz ko'proq qurilmalardan ham foydalansangiz bo'ladi. Opsiyalar bo'yicha jang tugadi. Endi texnik ko'rsatkichlar bo'yicha raundni boshlaymiz. 0 dan 100 km/soat tezlanishgacha elektromobil 7.9 sekundda chiqsa, gibrid bo'lsa 7.5 sekundda chiqadi. Farq sezyapsizmi? Elektr batareya sig'imi EVda 45 kW, gibridda 18 kW. To'liq elektr rejimda harakat EVda 401 km, gibridda 110 km. Gibrid rejimida harakat EVda 0 km, gibridda 1100 km. Gibrid rejimida yonilg'i sarfi rasmiy 3.1 litr ko'rsatilgan. Bu qanchalik haqiqatga to'g'riligini tez kunlarda sinov qilib tekshirib ko'ramiz. Men bugun mashinani uzoq muddatli test drive'ga olmoqchiman, ya'ni bir haftaga. O'sha muddat ichida avtomobilni 0 dan 100 gacha tezlanishini, 100 km ga qancha yonilg'i sarf qilyapti, polniy bak bilan qancha kilometr yuryapti, barchasini test sinov qilish niyatim bor. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, aloqada qolsanglar, podpiskani bosib qo'ysanglar, ko'rishinglar mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 266 million 700 ming so'm. Men qo'ygan videoda Instagramda juda ham ko'p odamlar yozibdi, qimmat deb. Lekin xolis baho beradigan bo'lsangiz, hozir bu segmentda, bu o'lchamda, bu mashinaning raqobatchilari kim? Endi tushunayotgandirsiz, kim haqida gap ketayotganini. Uni texnik parametri, sifati, ular berayotgan muammolarga yechim bu mashinada to'laqonli javob bera oladi. Bu narxga. Agar 266 million 700 ming so'mni hozirgi kurs bo'yicha chaqadigan bo'lsa, o'rtacha 22 ming dollar deb oladigan bo'lsa, juda ham zo'r narx deb hisoblayman. Boshqa mashinalar bilan solishtirib ko'ringlar. Xuddi shu mashinaning raqobatchilari, boshqa brend. Choyni ichiraveradi bu mashina. Haqiqatan. Bitta test drive qilib ko'rsangiz, bunga amin bo'lasiz. Undan keyin bu meni fikrim, bu rasmiy fikr emas yoki rasmiy ma'lumot emas. Meni fikrim, bu mashina hozir import bo'lyapti. Yaqinda Jizzaxda bu mashina
o'zimizda ishlab chiqarar ekan, ya'ni o'sha biza bilgan Chazor, Song Plus, ya'ni Champion gibrid modellar qatorida bu mashina ham o'zimizda ishlab chiqarilar ekan. O'zimizda ishlab chiqarilgandan keyin xohlaymizmi, xohlamaymizmi lokalizatsiya bo'ladi, ya'ni mahalliylashtirish. Ko'p detallar o'zimizda ishlab chiqargan detallar qo'yiladi. Oxirgi tarixda oladigan bo'lsa, Chazor bilan Champion nima bo'ldi? $1,500,000 midi, 1,700 midi? Endi adashayotgan bo'lsam, uzoqda aytib ketasizlar. Arzonlashdi, bilasizlar, o'sha mahalliylashtirish orqasidan. Demak, bu mashinani ham xuddi shunaqa taqdir kutyapti. Bu degani agar ja borsa 1,5 yoki 2,000 arzonlashtirsa, 20,000 ga menimcha bu mashinaga teng keladigani bo'lmasa kerak. Men endi shu sohada yurganim uchun uje bularning raqobatchilari hozir o'ylanib qolibdi bu taqdimot marosimidan keyin. Biz nima qilamiz? Kelajakda yaqin 2-3 yil ichida agar biz harakat qilmasak, biz bozorni birinchiligini berib qo'yamiz degan ularda uje fikr bor. 360 kamerasi yaxshi ekan, sifati. Ishlashi ham. Men bunaqa segmentda bunaqa sifatli kamera kutmagan edim. Mana hozir peryezddan o'tamiz, temir yo'l kesishmasdan. Ketdi mana. Zo'r. Mashina olganimda g'ildiraklarning havo bosimi 207 edi, 270, ya'ni kilopaskal. Yerdagi notekislarni bor-ku, his qilyotdim yurganimda. Ana do'ngliklardan o'tganda yoki chuqurlikdan o'tganda bilinmaydi. Imенно notekislar paytida sezilyotdi. Bugun o'shani men 204 ga tushirdim, 240 ga. Ancha yaxshilandi. Ya'ni 230 dan 240 oralig'ida bu mashinada yursangiz, menimcha ideal. Shumka masalasiga keladigan bo'lsak, tashqi ovoz, ya'ni tashqaridan kelayotgan shum deyarli eshitilayotgani yo'q. Mashinaning dinamikasi, tyagasi ideal. Endi 0 dan 100 gacha 7,5 sekundda chiqadi degan. Menimcha test qilganimdan keyin aniq bo'ladi. O'sha ashuni his qilyapti. Bizda 7,5 sekundga qaysi mashina chiqardi? Hadovoy qismiga keladigan bo'lsak, o'sha biza bilgan McPherson, ya'ni Champion gibridda va ko'plab mashina BYD mashinalarda ishlatiladi. Agar o'shalar bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yumshoqroq. Nimani hisobiga deysizlarmi? Menimcha mashinani yuki ham yengil bo'lganini hisobiga nagruzka kamda, o'shaning uchun mashina yengil yuribdi. Ana sakratib olmayapti, o'ynatib olmayapti. Endi Champion gibrid haydaydiganlar biladi. Kattaroq tezlikda pavorotga kelganda oldi g'ildiragi ozgina, masalan, chapga qarasangiz o'ng tarafga o'tardi. O'sha narsa bunda bormikin deb sinab ko'rdim, yo'q. Bunda men sezmadim. Salonni ichki qismiga baho beradigan bo'lsak, menga juda ham yoqdi. Nimaga deyman? Siz tegishingiz mumkin bo'lgan har bitta qism joyda arzon plastik ko'rmaysiz. Ya'ni sal narsaga qirilib ketadigan yoki quyosh tursa sasiydigan rezina yoki charm yoki o'sha arzon plastiklar yo'q. Deyarli bor plastik ishlatilgan, lekin siz u joy bilan kontakt qilmaydi tanaysiz. Foydalanayotganingizda siz ham, yo'lovchilaringiz ham. Men o'sha narsani har bitta mashinaga o'tirganimda sinab ko'rishga harakat qilaman. Masalan, mana shu o'tirganimda chap tarafga suyanib ko'raman, qo'limni qo'yib ko'raman. O'sha foydalanadigan joylarimda qanaqa material ishlatilyapti. Bu mashinani proyekt qilayotgan muhandisni darajasini bildiradi. Masalan, hamma joyga qilib tashlash shart emasda, aynan foydalanadigan joylarga sifatli narsani, ana siz teganingizda приятный bo'ladigan mahsulotni ishlatish kerak deb o'ylayman. Men yangi mashinani test drive qilayotganimda yana bitta baho beradigan narsam bor. Bu ichki qismlarni qanchalik mustahkamligini tekshirishni yaxshi ko'raman. Ya'ni o'sha rul chambaragi deysizmi, monitor, markaziy konsollar, bar, sideniya, har xil plastik detallarni iloji boricha harakatga keltirib ko'raman. Qanchalik u mustahkam, undan ovoz chiqyaptimi, yo'qmi? Skrip, ya'ni g'ichillash ovozlari bormi, yo'qmi? Bu mashinada deyarli yo'q. Deyarli deyishimdan sabab bor ovozda o'zimni qo'ygan kalit, telefon, biror bir narsadan chiqayotgan ovozdan tashqari ovoz eshitmadim. Agar siz ham
avtosalonga borganda, mashinani ko'rayotganingizda yoki test drive qilayotgan paytingizda shu narsani takrorlab ko'ring. Meni gapimga ishonch hosil qilasiz. Buni elektr versiyasida orqa yo'lovchilar uchun deflektor yo'q edi, ya'ni sovutish, isitish deflektori yo'q edi. Bu mashinaga qo'yishgan. Ya'ni bu mashinadagi yo'lovchilaringiz orqada maza qilib ham yoz kunida muzlab, qish kunida issiq ketadi. Mana bu narsani ham privetsit qildim. Yaxshi, chunki baribir menga o'xshagan ko'zoynakdan foydalanadiganlar uchun yaxshi deb qo'yib qo'yadigan joy, u joyda taqillab yotmaydi, yo'qotib qo'ymaydi, boshqa narsalar bilan aralashmaydi. O'shaning uchun har bitta o'zini hurmat qiladigan mashina ishlab chiqaruvchilari razravodga qotganda ochki uchun slot qo'yish shart. Mashina juda ham shustri, qayrilishda, burilishda, quvib o'tishda umuman uyaltirmaydi. Ya'ni o'sha pedalga gaz bosishingiz bilan sразу reagirat qiladi. Men nima uchun elektromobil gibridlarni yaxshi ko'raman? Nafaqat bu modelda, hamma elektromobil gibridlarda shu narsa bor. Ya'ni pedalni bosganingizda sразу javob olasiz-da. Men bu DVS mashina, ya'ni ichki yonli dvigatelli mashinalarda yama bo'ladi-ku. Pedalni bosganingizda 0.5 1 sekund o'ylaydi-da, keyin chiqadi. O'sha nima deydi? Inakda bo'ladi, quvib o'tayotgan paytingizda ulguramanmi, ulgurmaymanmi deb qo'rquv bo'ladi. Bu mashinalarda u narsa yo'q. Aynan bu mashinada bo'lsa 0 dan 100 gacha 7,5 sekundda qo'zg'algani uchun qo'rqmasdan bosaverasiz, aka. Tushunishingiz uchun bu yonilg'i sarfi minimalga tushirib beradi va o'zini qayta zaryadlashi maksimal darajaga ko'tarib beradi. DMI, DMP varianti ham bor. U biza bilgan Atto 8 da ishlatilgan. U katta hajmdagi og'ir mashinalarda ishlatiladi. Ya'ni stansiyalarda yoki uyda vaqtingizni ketkazishingiz shart emas demoqchiman. Aynan mana shu gapimni eslab qolinglar. Shu mashina 2026-yildagi eng ko'p sotilgan mashina bo'ladi. Yil oxirida mana shu videoni agar gapim rost bo'lsa qaytadan qo'yaman reels qilib. Yuvanab gibrid ko'chadagi katta stansiyalardan zaryad olmaydi. Hozir batafsil tushuntirib beraman nimagaligini. Yuvanabda katta zaryad uchun alohida port yo'q, faqat 7 kilovatlik port bor. Lekin mashinaning o'zida adapter chiqmagan. Chempion gibridida chiqardi. Agar mana shunaqa adapter sotib olsam, ko'chadagi katta zaryadlardan zaryad qilsam bo'ladi-ku degan tushunchadan uzoq bo'lishingiz kerak. Chunki bu adapter ham tushmaydi bo'tga. Hozir farqini ko'rsataman. Bunda mana bunaqa ko'rinishda biz o'rganib qolgan BYD Championlarni 7 kilovatli zaryad portida bo'lsa, boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Va bu tushmagandan keyin siz katta zaryadli portini bu orqali bunga ulolmaysiz. Demak, bu mashina katta zaryadlar uchun mo'ljallanmagan va qila olmaysiz. Nima uchunligini hozir tushuntiraman. Yuvanappa aynan gibrid versiyasi global hisoblanadi va Xitoyning ichki bozorida rasmiy sotuvda yo'q. Bu mashinani Xitoyda rasmiy sotib olish imkoniyatingiz ham yo'q. Bu mashina faqat Yevropada sotilish uchun moslangan va yaratilgan. Yevropada bunaqa zaryad bo'lmasa, mashinani qanaqa zaryad qilyapti deyishingiz mumkin. Har bitta komplektda uy sharoitida zaryad qilish uchun 7 kilovatli stansiya beriladi. O'shani uyga qo'yib bemalol zaryad qilishingiz mumkin. Bu mashinaning batareykasi ham naqd katta emas, 18 kilovat. Shu govdasiga 110 kilometr toza tokda yurib beradi va uy sharoitida bemalol 8 soat, 9 soatda zaryad qilib to'ldirishingiz mumkin. Xulosaga keladigan bo'lsak, barcha fikrlar meni subyektiv fikrim hisoblanadi. Baribir so'nggi tanlovni o'zingiz qilasiz. Lekin menga eng ko'p beriladigan savol EV yaxshimi, gibrid yaxshimi degan savolga o'zimning fikrimni bildirib ketmoqchiman. To'g'ri tanlov siz qanaqa sharoitda va maqsadda foydalanishingizga bog'liq. Masalan, siz ko'p qavatli kvartirada tursangiz, har doim quvvatlashga imkoniyatingiz bo'lmasa, sizga gibrid yaxshi. Agar siz xonadonda turasiz, quvvatlash imkoniyati bor, sizga EVni maslahat beraman. Lekin siz xonadonda turishingiz bilan, lekin har doim sayohat qilishga talab bo'lsa, ya'ni boshqa viloyatlarga, boshqa davlatlarga yana sizga tanlov gibridga tushadi. O'shaning uchun har doim to'g'ri tanlovni sharoitdan va maqsaddan kelib chiqqan holatda qilsangiz to'g'ri bo'ladi. Biz bu mashinalarni qo'limizdan kelganicha ipidan ignasigacha farqini ko'rsatishga harakat qildik. Agar sizga bu video haqiqatan yoqqan bo'lsa, bahoni berib, like bosib keting va kommentlarda o'zingiz fikringizni bildiring. Aynan sizning shu harakatingiz bu videoni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi.